Assalomu alaykum Sementalch bola kanali obunachilari, chorva ishqibozlari. Mana bugun xudo xolasa kunimiz 15-yanvar, haftaning payshanba kuni. Sizlarga bugun o'zimizning fermamizga aloqaga chiqamiz. Aytishdi, o'zlaring boqasizlarmi, o'zlaring novosga qo'yasizlar, qanaqa novosga qo'yasizlar so'radi ko'pchilik. Mana sizlarga mollarimizni ko'rsatamiz, fermamizni ko'rsatamiz. Qanday mollarga qo'yishlarni, misol qanaqa mollarimiz bor ko'rsatamiz, ko'rib aloqaga chiqaverasizlar. Mana xudo xolasa, mana mollarimiz. Mana shu molxonamiz. Mana shved molimiz. Mana gibridimiz. Xudo xolasa bular yetilay deb qoldi. Rossiyskiy mollarimiz, rossiyskiy molimiz mana. Bu ham bitta rossiyskiy mana tozalaridan, zo'rlaridan. Mana yana bitta o'zimiz yetishtirgan, o'zimiz to'ldirgan mollardan bular. Toza rossiyskiy mol so'raganlarga mana cho'rni postira deydimi? Mana shunaqa buqaga qo'yiladi. Ichari ko'pchilik so'rashadi, qanaqa buqaga qo'yasizlar molda deb. Mana shunaqa buqalarga qo'yiladi. Endi bu kichikroq hali. Buni akasiga qo'yganmiz, akasi naryoqda. Mana bu yilgi sezonga, xudo xolasa. Bo'ylari 1.45 chiqsa kerak. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Turuvdi qarang. Jonivor. Ular videoga chiqman deb kalalarini o'zimga qaratib beryapti. Mana shu gibridimizga bo'yi 1.5 chiqsa kerak. Mana shved ham toza shved. O'zimiz to'ldirganmiz. O'zimizning shvedni bolasi, onasi 30 ta sut berib turibdi hozir kunda. Shu hozir kunda 30 ta sut bergan. Mana shved bo'ladi. Hozir nar qatorda ham bir sidra bor, olib ko'rsatamiz. Mana shunaqa buqalar mana. Shunaqa buqalarga qo'yiladi. Toza qoni tugul boshqa joylariga ham 100% garantiya bu buqalarga. Mana mollarimiz juda yetilib turibdi mana pashta. Ancha qizarib, yelin sog'ib qolgan. Rossiyskiy mollarimiz. Tozalarni so'raganga jivoy boqilib turgan holati hozir. Bular o'sha yozda, shu bahorda qovga chiqarganmiz, qovda qo'yiladi. Qochgandan keyin havo sovisa ichkariga olib kirib qo'yib mana boqamiz ashta. Shu fermamizda. Turviy narsani buqa. Shunaqa buqa bolalar bormi? Like bosinglar, shunaqa buqasi bolalar. Shuna semental buqaga ishqibozlari qiziqqanlar like bosinglar. Mana shu g'ovimiz bo'ladi. Shu g'ovda qo'yiladi. Mana shvedimiz. O'zimizning shvedni bolasi. O'zimiz shvedni. Mana. Jo'ning bor. Ikki qayda bor itni? Mana o'zimiz shvedni bolasi, 4 oyog'i sog'lom, turmuchasi sog'lom mol. Yelkalarini o'y aka, yelkalarini. 8 oylikka to'lgan sog'lom shved. Mana ushlab turing yerdan. Men o'zim bitta unda qilib beraman. Mana. Shved desan shved. Ko'rishlaring mumkin. Sementalch bola kanaliga obuna bo'linglar, like bosinglar. Akalar shu shvedni qiziqqanlar telefon qilaveringlar, narxini kelishamiz. Agar ishqiboz bo'lsa sotib beramiz buni ham.
Bunga jinday bor, 8 oyli bo'ldi. Ishqivoz bo'lsa sotaveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sementarchi bola kanaliga obuna bo'linglar, like bosinglar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani.